Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati tarafidan 2008-yil 4-oyda 2-chi qitim nashr qilingan yozuvchi Abdulla Talibning biografiyalik romani Qaynam O'rkishi. 9-bob. Qaynam O'rkishi Aqsuda. Tarixchining kichik saroy uyi xuddi kutubxonaga o'xshaydi. Atsi bu yerdagi dаңliq ma'rifatparvar odam bo'lib, ömür bo'yi to'plagan qimmatli kitoblar, nadir qo'lyozmalar bilan saroy uyining uyuq tagchilarini to'ldirib o'tgan edi. Lutfulla kitoblarni ko'rib hayron bo'ladi va u bulondan bu bulongacha mengib yurib, kitoblarni erinmasdan aqtirib ko'radi. Javohir Buxoriy, Masnevi Sherif, Fuzuli, Bostan Guliston, Xamisa Navoiy, Kulliyat Bidil, Chahar Divan, Uvayda, Divan Mashrab, Bayaz, Qurban Qilich ba'zi cho'ng muqovliq kitoblarni qo'liga olib, yuziga surtib qo'yadi va o'zining o'qiy olmay o'tib ketgan umriga hasrat bildirib, "Olim bo'lsang, olam sizningki" degan so'z al-haq rost ekanda deydi. Lutfulla kitoblarni ko'rib bo'lib, oxirida ustozdan 2 she'riy kitobni so'rab, so'ngkisiga soldi. Keyin u dam olish fursatidan foydalanib, surgun safaridagi voqealar, suhbat, hikoya mazmunlaridan xotir yozishga kirishib ketdi. Bularning hammasi, dedi u ichida, kelgusidagi Davonlar oshqanda nomli romanimning tarkibiy qismi bo'ldi. U kichik turib nurg'un davonlarni ochdi. Texi uni oldida yanimi jafoliq va sharafli kurash davonlari kutmoqda. Tarixchi kitob javanlaridan allaqandaqdir bir nimani izlab yurib, oxiri Bostan Guliston nomli kitob ichidan bir narsani tepib oldi-da, "Ha, mana topdim, mana tepib oldim" deb xushalliqida unlik vaqirib etdi. Uning izlab tepib olgani sayram nazmlaridan ko'chirib olgan 2 kuplet she'r edi. U hammaylarni yeniga qichqirib, o'zi yaxshi ko'radigan bu she'rni o'qib berdi. Musharraf bildi avlodki ona qarzida o'lmakni, vatan tuprog'ida o'qiya tutib jangda ko'milmakni. Sanoqsiz mard qinidin bo'ldi hosilki qizil daryo, sabab erga nomus bo'lg'ach vatansiz yashamoq tanho. Lutfulla darhol ustozining qo'lidan bu ma'nilik she'rni so'rab oldi-da, deklamatsiya qilib intayin jaronliq bir qitim o'qidi. Orqadan bu she'rni xotirasiga yozib oldi. Ko'ngillik o'tgan 1,5 kunlik dam olishdan keyin tarixchi mehmonlarni Aqsuga yo'lga silib qo'ydi. Bir kech kunduz obdan to'ynagan otlar Aqsu yo'lida xuddi quyundek tez yuradi. Arada bir qo'nib ular muz davonga ayrilgan yo'l ayirish manzili Jamiga yetib bordi. Muzat tog'lardan g'arbga so'zilgan qatmuqat tog' tizimlari Paqiliq, Tog'laq, Bo'zdong, At o'ynaq, Qiril buloq tog'lari Aqsu yo'lining shimol tarafida bir-biriga o'linib ko'zga tashlanib turadi. Ularning g'arbida Tangri tog'ining 2-chi egiz cho'qisi To'mir cho'qa xuddi qarovul jangchidek tik va mazmut ko'rinadi. Bu cho'qining o'ng tarafidagi qor eritmalaridan hosil bo'lgan mashhur Tarang daryosi suyi bilan ko'zgi bug'doylarni qanjilab yurgan ishchan dehqonlar katmanlarini ko'tarib etiz beshit boshlarida yurishadi. Harba yordonliqdan pastlab tushganda qadimki daryo izida bino bo'lgan munbat etizliqda o'rilish oldi turgan shalliqlar va yong'oqliq, shaptulliq bog'lar bir-biriga tutishib ketgan edi. Dal tushish bo'lgan mezgilda Harba Aqsu shahrining dаңliq ko'chasi Langarning beshidagi cho'ng ko'rikka yetib bordi. Ko'cha beshida bir tup bolalar xo'roz so'qashtirib turishadi. Yo'lning 2 tarafidagi tallarning g'azon bo'lgan sarg'u cho'pirmoqlari ot oyg'ida uchib yuradi. Harva mushu Langar ko'chasining sharqiy qasnaqidagi gizitxona darvozasi oldida to'xtaganda, darvozaning o'ng tarafida 10 qadamcha nerda qanot qiqib turgan oltin qanotliq bir xo'roz go'yo shoirning bu shaharga yetib kelishini qizg'in qarshi olgandek unlik ovoz bilan ha deb varqiraydi. "Yaxshi do'st, yo'ldasizlar, o'tkir qilich qo'lda", dedi shoir darvoza oldida Qurban Qilich bilan xo'shlashib. "Biz uzun safarda sinashdik, sabdosh bo'ldik. Sizni biz mangu unutmaymiz. Va'dimiz bo'yicha Aqsuga kelib turing." "Va'dimiz va'da", dedi Qurban Qilich shoirning qo'lini mahkam siqib turib.
Men karvanlık mecburiyetim bilen sizge haqiqiy yarölek bolaman. Xayr, aman bolinglar. Mehmon keldi. Lutfulla bilan Harvakash xo'shlashayotganda darvoza oldiga chiqqan 14 yoshlar atrofidagi bir qiz so'ran silib gizitxona ichiga yugurib kirib ketdi-da, hayt-huyt deguchilik orliqda shoir bilan naborchikning atrofiga odamlar to'plashib oldi. Sizlarni mana keldi, ana keldi deb yo'lga qarg'animizga uzun bo'ldi, dedi odamlar to'pi ichidagi bir mo'ysbit kishi Lutfulla bilan esenlik so'rashgandan keyin. Tan qurilishi vijikkina va o'ruq, o'ttir bo'y, oq yuzlik, kang peshona, tar engak, kak saqal, shalong burut, beshiga sarpush, uchisiga qora maxmaldan tashmat, putiga masak kalash kiygan, mayda yanchuqiga silib yuradigan yanchuq soati zanjirining yerimi yanchuqidan pastga sangilab, kumushdek parqirab turgan muloyim qiyofatlik bu mo'ysbit kishi Aqsu gizitxonasining peshqadam muharriri, shoir Nimshid Armiya Damulla edi. Rahmat sizlarga, dedi Lutfulla qarshi olg'uvchilarga. Darvoza oldida shoirni o'rib olgan kishilarning soni barg'ansiri ko'payishga boshladi. Nabur sixidagi ishchilar ishni to'xtatib yugurib chiqishdi. Oilaliklar qo'rosdan ayol, o'g'il qiz bolalargacha qolmay, Li Mutallibni ko'ramiz deyishib orqa-orqadan kelishdi. Li Mutallib bilan turdi o'sin, dedi Armiya Damulla ko'pchilikka qarab. Oqsuda xizmat qilish uchun keldi. Biz endi doim yuz ko'rishib turamiz. Ular uzun safarda charchidi. Buguncha dam olishga ruxsat beraylik. Shoirga oldin tayyorlab qo'yishgan cho'ng darvozadan kirishda o'ng qo'l tarafdagi kichik bir hujra uyga yuk taqlari joylashtirildi. Ishchilardan biri Abduda issiq suv keltirdi. Lutfulla yuz ko'zini yuvgandan keyin Armiya Damulla ularni o'z uyiga boshlab kirib, harduq eshi bilan mehmon qildi. Ertasi tushdan keyin ikki shoir shaharni aylanib kelish uchun mengishdi. Nimshid Armiya Damulla uningga Aqsuning muhim ko'chalarining nomini, Do'lan daryosi bo'ylarini bir-birlab tunishtirdi. Ular Gizitxona ko'chasi, Langar ko'chasidan yurib, shaharning shimoliy darvozasi, Urumchi darvozasining sirtidagi Tashqirqi bozordan sharqqa burilib, doktorxona yonidagi yo'ldan o'tib, Kucha darvozasi oldiga keldi. Ondan janubiy darvoza, Xotan darvozasi sirtidagi Yangi bozor mahallasini aylandi. Keyin g'arbiy darvoza, Gulbog', Qashqar darvozasining sirtidagi Yangi bino mahallasi orqali Do'lan daryosi bo'yiga borib, daryoning g'arbiy qirg'iqiga qator joylashgan bog'larni ko'rishdi va bu yerda xili paranglashdi. Lutfullaning ko'zi Do'lan daryosi ustidagi ko'rikka va ko'rik ostidagi daryoning iqishiga tushdi-da Nimshiddan. Bu daryo nimishqa Do'lan degan nom bilan ataladi deb so'radi. Bu ism, dedi Nimshid Armiya Damulla. Rivoyatlarga qaraganda Tug'luq To'mirxon davridan keyin singishib qolgan Mo'ng'ol so'zi ekan. Keyin peshqadam inqilobchi Linjilu Aqsuda turgan chog'larida bu ko'rikka Qizli ko'rik deb nom bergan. Ikki shoir so'zlarini oyoqlashtirib, orqasiga burilib, Aqsu Darul Muallimin yonidagi yo'l bilan yana Qashqar darvozasi orqali shahar ichiga kirdi. Ular Sang oldi ko'chasi bilan minib, Aqsu shahrining cho'ng klubi Uyg'ur uyushmasining boshqarishidagi teatr klubiga kirdi. Lutfullani klub xodimlari qizg'in kutib oldi. Shoir klubning sahnasi ustiga chiqib, qadamlab o'lchidi. Uzunligi 8 metr, eni 5 metr, pah yaraydi, dedi u o'z-o'ziga. Sahnaning sharqiy tarafidagi grimxonasi, artistlarning dam olish uyi va g'arbiy tarafidagi kiyim uyini ko'rib chiqdi. Qanchalik kishi sig'ar? So'radi u klub zalini ko'rib ketib, peshqadam shoir Nimshiddan. 1000 kishi bemalol sig'ib ketadi. Lutfulla cho'ng opera va dramalarning sahnalashtirishiga, sahna va maydon imkoniyatining borligini his qilgandan keyin intayin xushal bo'lib, Nimshid bilan birga qaytib yotiqiga keldi. U uda bir necha kungacha ishga tusholmadi. Uning shuhrati Tangir tog'ining shimoliy va janubiga allaqachon dong ketganlikdan ziyolilar, idora xodimlari va xalq ommasi uni oyga uzilmay kelib ziyorat qilib turishdi. Tahrir bo'limiga ishga tushishga tayyorlangan kunining oqshimi u chechi taralgan, qutisiga gimnasturka, putiga qora shiblit kiygan holda hujrasida
yolg'iz u yoqdan bu yoqqa minib yuratdi. Keyin u kichik panarni yo'ratdi-da, shira yenida o'ltirib, xotir yozishga kirishib, toki tun yerimig'icha yisiq shirasidan neri bo'lmadi. Oxiri u yozgan hamma xotirasini dastlabki bir oylik kurash nishonasi qilib tuvandagi 4 jumlaga yig'incha qildi. Janub Shamli, adabiyot beti ta'sis qilish, G'arb sinam operasini tayyorlash, Tahir Zuhra operasini tez yozib chiqish, klassik asarlarni o'rganish. Tahrir bo'limida ichilgan yig'inda Janub Shamli adabiyot betini ta'sis qilish haqida bizning talishilganimiz, dedi Lutfulla qat'iy talaffuz bilan. Hargiz shuhrat, pul, mansab bo'lmasligi kerak. Xalqimizni halokatdan qutuldirish uchun biz faqat madaniyat ma'rifni talishimiz. Bu maqsadning elchisi va tashviqot vositasi adabiyot deb jarangliq eskartish. Bu yerda texniklik sababidan ikkibat yo'llanmay qolgan. Maydonning chet tarafida remont qilinmay ko'nirib ketgan sinfning tomlari odamning ko'ziga yilila o'rilib tushadiganidek ko'rinadi. Bizning talishadiganimiz mansab, pul, shuhrat emas, faqat madaniyat ma'rif. Mana bugun u mushundoq jarangliq xitob va vijdon turtkisida o'zining Oqsudagi tunji inqilob faoliyatini yosh avlodlar orasida boshladi. U maktab darvozasidan kirib, maktab maydoniga kelganda tapkuch o'ynayotgan bolalar ichidan langarlik bir qiz shoirni tunib oldi-da, darhol Lutfulla akam keldi deb o'nlik vaqirdi. O'quvchilar va o'qituvchilar u yoqdan bu yoqdan yig'ilib Lutfulla mutallibni o'rolashdi. Lutfulla aka, bizga naqsha yutib qo'ying, dedi bolalar orasidan bir ikkisi tangla. Bo'ladi, bugun men sizlarga naqsha yutib qo'yishga keldim, dedi shoir o'quvchilarga samimiy g'amxo'rlik talaffuzi bilan. O'quvchilar tantarbiya muallimining komanda berishi bilan hammasi bir yerga to'planib rat-murat tizildi. Lutfulla xuddi maktabning naqsha muallimidek o'ng qo'lini egiz ko'tarib, dirijorlik qilib, o'zi ishlagan tuvandagi naqshini jarangliq ovoz bilan o'gitishga boshladi. Yeri cho'ng, boyligi mo'l Shinjongning istiqboli parqiravatidu. Kang etiz qir yavan dalalarida chimanlar hamon chechak atidu. Her millet xalqi erkin dam ilib, baqit qo'shqini aytib mangadu. To'squnlarni yemirib tashlashqa olg'a chamdab ketivatidi. Yarim soatdan keyin o'qituvchi o'quvchilar bu naqshni xili pishiq o'rganib oldi. Bu chaqda maydonga yig'ilgan bolalarning soni necha yuzga yetib qolgan edi. Bolalar naqshni o'rganib olgandan keyin shoir qo'l ishorasi bilan samimiy xo'shlashdi. Maydondagi bolalar chavaqchilib Lutfullaga minnatdorlik bildirdi. Shoir qaytib maktab darvozasiga yaqin kelganda yana hiliqi langarlik qiz yugurib kelib, uning oldidan to'sib oldi. Ham qo'lidagi daftar qalamini shoirga sunib, "Lutfulla aka, menga ozroq qo'shiq yozib bering" deb kulimsirab iltimos qildi. Ma'rifatparvar shoir bu qizchoqning qo'lidagi daftar qalamni ilib, chaqqonlik bilan tuvandagi ma'rifat lirikasini yozib chiqdi-da, ondan qizga unlik o'qib berdi. Tug'di onang seni cho'ng qildi, shuning uchun tarbiyaladi, o'ng qildi. Lekin sen yana terish obdan odam bo'l, uning uchun ikkinchi ma'rifat onasidan tug'il. Ko'zi o'tkir shoir daftar qalamni qizga berib etib, bu namrat qizning o'moq chiroyidan o'zi Urumchidagi doktorxonada uchratgan bir odamning chiroyidagi o'xshashlikni bayqab oldi-da, "Singlim, ismingiz nima?" deb qizdan darhol so'radi. "Dilbar, uyinglarda kimlar bor? Qirib qolgan onam bor, bir ocham bor. Otingiz-chu? Haqlar otamni 6 oyga kon ko'lash ketgan deydi. Hozirgacha qaytib kelmadi. Otingizning ismi nima?" "Yodikor." Doktorxona va Yodikor uchun bergan 400 gram qon. Yodikor bilan qilingan suhbat, keyin Yodikorni bir necha qatim yo'qlaganligi, Yodikor keyin mushu yetim qolgan Dilbarni o'z bag'riga elish arzusida yo'lga chiqib arg'i buloq orasida o'lib ketganligi qatorliq voqealar Lutfullaning xiyolidan bir-birlab o'tishga boshladi va ko'ngli buzilib o'zini aranlab besib oldi. "Uyinglar nada?" so'radi u yana. "Mushu langar ko'chasida, gazitxonaga yaqin." "Nayt yaxshi singlim. Biz tam qo'shni ekanmiz. Men sizlarnikiga berib turman. Qolgan gapni keyin so'zlashaylik." "Lutfulla aka,
Altay Ürümchiga yaqinmi? Siz Ürümchida atamni ko'rdingizmi? Dilbarning bu savolini anglagandan keyin shoir endi hayajonini bosolmay qoldi-da, ikki ko'zdan biraqla yosh to'kilib ketdi. Shoirning ko'zidan chiqqan yoshni ko'rgan Dilbarning esiga juda bo'lgan otasi kelib oldi-da, ikkinchi soatlik darsga qo'ng'iroq chilinganda Dilbar ikki ko'zdan yosh tomchilagan peti sinfga kirib ketdi. 9-bob tugadi.